Bitta obyektimiz уже bitib tayyor bo'ldi. Qo'qonda Uchko'prik degan joyda front zonamiz va zavodimiz уже bitish holatiga keldi. Va tunkalarini yopdik. 100 ga 20 bo'lgan joyimiz. Kimga shunday katta zdanalar, to'yxona, naves, aynaqa katta firmalar tomlari yopilgan joylar bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, pastda nomerimizni qoldiramiz. Obyektimiz ichkarisiga kiryapmiz. Ichkarilarni ham video davomida ko'rsatamiz mana. Firmalarimiz orasi 1.40 dan tushgan. Ichkarilar bu perko'rotkamlar o'zi bo'lingan, tom splashno bitta ketgan 100 metrga. Tunkalar bilan kraskalar bilan toza chiroyli qilib yopib berdik. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab, qo'shni Qirg'iziston, Qozog'istonlarga ham kesilgan holda o'tib xizmatlarni qilib beramiz. Obyektimiz mana go'zal bir holatda bitdi. Hozir ustalar yonida yana keyingi zdaniyani boshlashdi. Tayyor ham ustakalar ham o'zi akfa derazalarni o'rnatishyapti. Pastda nomerimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.